Do'stlar, mana shu kapalak dronlarimizning narxi Xitoyda $300 atrofida turadi. O'zimizda shularning orqasidan qancha daromad qilsa bo'ladi, hozir videoni oxirigacha ko'ring, aytib beramiz. Sizlar tanishinglar, Begist aka o'sha mashhur kapalaklarni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib olib kirib, hozir ishlayotgan ekanlar. Begist aka, o'zingizni bitta tanishtirsangiz. Assalomu alaykum obunachilar. Ismim Bekzod. Beka brenddan tanishadi. Kapalaklarimiz nimadan iborat? Kapalak o'zi, pul to'par liniyasi, yana ikkita batareykasi bo'ladi. Zaryad устройстволari jarayonda uchib borishni ko'rasizlar. Xo'p, Begist aka, birinchi savolim, bu kapalakni qayerdan olgansiz, qanday olgansiz? Bu kapalagi Xitoydan, Xitoy chegarasi Xargos. Almatydan keyin Xargos shahridan O'zingiz borib olgansiz. O'zim Cobaltda borib, Cobalt legenda, Cobaltda borib olib kelganman. Necha soatlik yo'l? Примерно Nukusda yo'l-ku 1400 kilometr borish o'zi. Qanchaga tushdi rasxodlar? Ikkita kapalak olganman, borib kelishim $1200-1300 ga aylandi. Kapalak o'zi donasini $350 dan oldim. Bu kapalakning narxi qo'shib aytyapsiz hozir. Umumiy hamma rasxod $1300. Eng ko'p tushadigan savollardan yana bittasi bu qanday qilib bu dronlarni olib kiramiz? O'zbekistonga dron olib kirish mumkin emas-ku degan savol ko'p tushadi. Aslida bu kapalaklarimiz dron sifatida emas, o'yinchoq sifatida kiradi. Mana TNVT kodi, ya'ni HS kodi shu orqali bojxonadan bemalol o'tkazsangiz bo'ladi. Begist aka, endi eng qiziq savol, bu kapalaklarni olib kirdingiz. Bularda endi necha puldan chiqyapsiz to'yga? Undan tashqari savdo qanday bo'lyapti o'zi? Savdosi hozir sezon emas, bitta to'yga 400 ming, 500 ming joylari bor, $70 ga ham boryapmiz. $100 ga Samarqandga borib kelyapmiz. Xo'p, kuniga qanday bo'lyapti? Savdo har kuni bo'lyaptimi yo oyiga nechta bo'lyapti? Har kuni chiqasizmi? Dekabr oxirida olib kelgan bo'lsam, hozir 40 kun bo'ldi. 40 kun ichida 20 ta zakazga chiqdim. 40 kunda 20 ta, через день почти. Ha, через день. Xo'p, demak, bo'lmasam $500 ga bitta kapalagingiz tushyapti. Общий расход borib kelish hammasi bilan 20 kun taxminan chiqdim deyapsiz, 40 kun ichida. 40 kun ichida 20 kun chiqdim. Через день chiqqan bo'lsangiz, o'rtacha 500 mingdan bo'lsa 10 million. O'rtacha 10 million hisobda bor. Tam 40 kunda 10 million. Ha, shunaqa bor. Dohod qilsa bo'lar ekan, do'stlar. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, Begist aka, boya kapalaklardan tashqari boshqa xizmatlarimiz ham bor dedingiz. Kameraga bitta aytib bersangiz, nima xizmatlaringiz bor? Bizada FX Zolushka, тяжелый dim, vertolyot, melnitsa, ramashka deyiladi. O'shunaqa xizmatlarimiz bor. Nomer qoldiramiz, o'shalarga xabarlasanglar javob beramiz. Do'stlar, kech va sovuq bo'lishiga qaramasdan, odamlar qiziqqani uchun, shu kapalaklar haqida savollar ko'p tushgani uchun kontent olishga chiqdik mana. Sizlardan shuning uchun bitta like kutamiz. Tamom, ismim Alisher, o'z blogimda yangi turli xil biznes g'oyalar bilan ulashaman. Menga obuna bo'ling.